Hammaga salom, sizlar bilan Miss Lina. Lalisa Manaban 1997-yil 27-martda tug'ilgan. Lisa nomi bilan tanilgan Janubiy Koreyada istiqomat qiluvchi reper, raqqosa va model. Lisa UG Entertainment tomonidan tashkil etilgan qizlar Blackpink guruhi a'zosi. U 2025-yilda Hebo telekanalida The White Lotus teleserialida aktyorlik debyutini o'tkazishga tayyorlangan. 2021-yil sentyabr oyida Lisa o'zining Lalisa debyut single albomini chiqaradi. Bu esa uni Janubiy Koreyada o'zining birinchi haftasida albomning 736 ming nusxasini sotib olgan birinchi ayol rassomga aylantiriladi. Uning bosh singliga ishlangan klip yakkaxon ijrosi tomonidan YouTube'da dastlabki 24 soatda eng ko'p ko'rilgan klip hisoblanadi. Hammaga xayr va sizlar bilan men edim Miss Lina.